Assalomu alaykum do'stlar. Gagarina va Shamyoni perikroskasida 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan 89 kvadrat bo'lyapti. Yevro remont qilingan kvartiramizda hali hech kim yashamayapti. Bizlar hozir mehmonxonada turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona. Ko'rgan narsangiz hammasi qavat, devorlar polnis atachanda qilingan. Ana endi bitta xonalarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Chiroyligina ikkita kravat, shifoner qo'yilgan do'stlar. Bu yer bizlarda kattagina prixoja bo'lyapti va mana bu yerda oshxona. Oshxonamizda ham hamma mebel jihozlari bor. Gazli plita, vытяжка, komfortka, холодильник, stol-stullargacha o'rnatganlar do'stlar. Kvartiramizda duvoq konturli kotel o'rnatilgan, cho'g'pol radiator qilingan va mana bu yerda bizlarda asosiy xonamiz, kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli, bu yerda ham hamma kerakli mebel jihozlar bor. Kvartiraga faqat kirib yashash kerak. Bu yerda esa kattagina, chiroyligina prixoja qilingan. Prixoja mebel o'rnatganlar, mana shunaqa и mягкая zona qilganlar. Mana bu yerda bizlarda sanuzul, birinchi sanuzulimiz va ikkinchi sanuzul bu yerda joylashgan. Menga juda ham ma'qul bo'ldi, razilni bo'lgani. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda aytsangiz bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib, kommentariy yozib, like qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.